Insoniyat sivilizatsiyasi, jamiyat taraqqiyoti, inson kamolotida diniy ilmlar, ilm-ma'rifat markazlari eng muhim, o'ziga xos o'rin tutadi. Manbalarga ko'ra, o'rta asrlarda Termiz qadim Turon zaminining Samarqand, Buxoro, Urganch shaharlari singari ilm-fan, madaniyat maskani edi. Termiziy allomalar nomi butun islom dunyosida e'tirof etiladi. Mavlar zaminda qadimdan bir qancha ilmiy maktablar bo'lgan. Jumladan Nasaf ilmiy maktabi, Samarqand ilmiy maktabi, Buxoro ilmiy maktabi, Shosh ilmiy maktabi, Chag'onon ilmiy maktabi, Termiz ilmiy maktabi. Mana shu maktablarda bir qancha minglab ulamolar ilmiy adabiy faoliyat olib borganligini biz tarixiy kitoblarda, tazkiralarda ko'rishimiz mumkin. Bizga ma'lumki, Termizda yetishib ilmiy faoliyat olib borilgan 200 dan ortiq termiziy nisbasi bilan ilmiy ijodiy yo'nalishda ijod qilgan allomalar, mufassirlar, shoirlar, muarrixlar, so'z arboblari bor. Termizda qadimdan Madinatur Rijol, ya'ni Eranlar shahri deyilishi bejiz emas. Chunki ilm fanning turli yo'nalishlarida, jumladan mantiq, tafsir, hadis, she'riyat, badiiy san'at yo'nalishida o'zining boy ma'naviy merosi bilan dunyoga peshqadamlik qilgan namoyandalar juda ko'p. Mavaraun Nahr diyori azaldan ulug' allomalar, mutafakkirlar, muhaddislar, adib va adabiyotchilar uchun bir ma'naviy beshik bo'lib kelgan. Bu diyorning har bir qarich yeridan allomalarning izi borligini bugungi kunda dunyo afkor ommasi e'tirof etmoqda. Mana shunday bir o'z davrida ilm-fan, madaniyat, sivilizatsiyaning beshigi bo'lgan hududning eng ko'rkam, eng obod, ilm-fan rivojlangan maskanlaridan biri Termiz shahri hisoblangan. Tarixga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'zining tarixi davomida Termiz shahri 200 dan ziyod termiziy allomalar, muhaddislar, mutafakkirlar, allomalarni o'z bag'rida yetishtirib chiqargan. Madinatur Rijol, ya'ni mardlar shahri bilan nomi bilan mashhur bo'lgan Termiz shahrida ayniqsa azaldan she'riyat ilmi, adabiyot ilmi ravnaq topgan. Turon zaminda har bir ziyoli o'zbek, fors va arab tilini mukammal bilgan. Turkiy va fors-tojik she'riyatining eng nodir namunalari sevib mutolaa qilingan. Ijodiyoti she'riyatning mumtoz durdonalari sifatida e'tirof etilgan Shahobiddin Sobir ibn Ismoil Termiziy o'z ko'hna vatani nomini butun islom dunyosiga yoygan ma'rifatparvar shoirlardan biri. Bugungi ko'rsatuvimizda uning hayot yo'li, ilmiy ijodiy faoliyati borasida hikoya qilamiz. Asli termizlik bo'lgan Adib Sobir Termiziy hayoti faoliyati bugungi kunga qadar mahalliy olimlar va xorijiy olimlar tomonidan keng qamrovda o'rganib kelinyapti. Adib Sobir Termiziy 11-asrda Saljuqiylar saroyida bir qancha lavozimlarda faoliyat olib borilgan mashhur shoirlardan hisoblanadi. Bu zot 1078-yil qadimgi Termiz shahrida ziyoli oilasida Ismoil Termiziy oilasida, ya'ni otasining ismi Ismoil Termiziy dunyoga keladi. Bu kishining asl ismi Shahobiddin Sobir, otasining ismi Ismoil bo'lgan. U kishining taxallusi Termiziy va nisbasi ham Termiziy bilan tarixiy kitoblarda keltiriladi. Kunyasi adib deyiladi. Bu kishining adib deyilishining asosiy sababi bevosita bizgacha meros qoldirilgan adabiy merosi asosiy sabab qilib ko'rsatiladi. She'riyat san'atida mashhur bo'lgan mana shunday bir Termiz zaminining farzandlaridan biri zabardast olim, shoir Adib Sobir Termiziy hisoblanadi. Adib Sobir Termiziyning hayoti va ilmiy faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu zot 11-asrda Termiz shahri hududida Doba degan bir joyda tavallud topganligi tarixiy manbalarda keltiriladi. Adib Sobir Termiziyning tug'ilgan yili to'g'risida manbalarda bir qancha ma'lumotlar keltiriladi. Ular orasida haqiqatga yaqin
ma'lumot sifatida 1078-yil tug'ilganligi va 1147-yilda vafot etganligi to'g'risidagi ma'lumotlardir. Adib Sobir Termiziyning oilasida she'rga, she'riyatga, adabiyotga muhabbat nihoyatda kuchli edi. U kishining otasi ham o'z davrida mohir bir she'riyat bilimdonlaridan biri hisoblangan. Adib Sobir Termiziyning to'liq ismi Shahobiddin Sobir ibn Ismoil Termiziy bo'lib, u kishining kunyasi Adib, taxallusi esa Termiziydir. Adib Sobir Termiziy o'zining barakali umri davomida ilm o'rganish maqsadida dastlabki ilmlarni otasidan olgandan so'ng ilm o'rganish, tajriba orttirish maqsadida bir qancha yurtlarga safar qilgan. Jumladan Madina, Makka, Basra, Kirmon, Balx va boshqa arab davlatlariga, musulmon davlatlariga safar qilib ilmiy salohiyatini yana oshiradi. Va safarlar davomida qaytib kelgandan so'ng o'zining taassurotini o'z she'rlarida, o'z asarlarida aks ettirgan. Adib Shahobiddin Sobir Termiziy 1078-yilda Termizda tug'iladi. Yuqori salohiyati, bilimliligi tufayli shu shaharda rasadxona qurgan hokim Abulqosim Ja'farning nazariga tushib, o'sha ilm dargohida faoliyat ko'rsatadi va mashhur olim sifatida yetishadi. O'z she'rlaridan birida Sobir Termiziy matematik, falakiyotchinos olim ekanligini bildiradi. Ammo ma'lum muddatdan so'ng rasadxona vayron etilib, olimlar har yerga tarqalib ketadi. Biroz vaqt o'tgach, Abulqosim Ja'far Sobir Termiziyni o'zi bilan Nishopurga olib ketadi va shundan keyin allomaning hayoti hukmdorlar saroyi bilan bog'liq bo'ladi. Hayot yo'lida duch kelgan qiyinchiliklar tufayli Sobir Termiziy tog'li Badaxshonda yashaydi. Keyin haj amali bilan birga Arabistonning bir qator shaharlariga safar qiladi. Ma'lum vaqt o'tib, Saljuqiylar hukmdori Sulton Sanjar saroyida xizmat qila boshlaydi. Saltanatning siyosiy hayotida ishtirok etadi. 1143-yilda Sulton Sanjar uni Xorazmshoh Muhammad Otsizning saroyiga elchi qilib yuboradi. Sobir Termiziy bu ikki hukmdorning o'zaro munosabatlarini yaxshilash borasida muhim rol o'ynaydi. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, Adib Sobir Termiziy yashagan davr 11-asrda Termiz shahri Saljuqiylar davlati tarkibida edi. Aynan ushbu asrda aytib o'tishimiz kerak, Termiz hududi Saljuqiy hukmdor, Saljuqiylar davlatining eng ravnaq topgan, rivojlangan davriga bir asos solgan podshoh Sulton Sanjar tasarrufida edi. O'z davrida aytib o'tishimiz kerak, Sulton Sanjar tomonidan Adib Sobir Termiziyga nihoyatda bir chuqur hurmat, ehtirom ko'rsatilganligi tarixiy manbalarda keltiriladi. Shu bilan bir qatorda Adib Sobir Termiziy Sulton Sanjar saroyida shoirlik vazifasini ado etganligi ham bir qancha tarixiy manbalarda keltiriladi. Adib Sobir Termiziyning zamondoshi va do'sti Rashididdin Vatvot Adib Sobir Termiziy haqida u o'z davrida duru javohirlarni bag'rida saqlaydigan bir daryo kabi edi degan bir ta'rifni beradi. Bu ham Adib Sobir Termiziyning o'z davri, o'z zamondoshlari, o'z davridagi bir ilmiy muhitda naqadar bir yuksak hurmat, ehtiromga sazovor bo'lganligining yaqqol namunasidir. Bu zot Saljuqiylar saroyida elchi sifatida faoliyat yuritganligini tazkiralarda keltirilgan bo'lsa, bir qancha muddat borib Xorazmda Sulton xalifa Muhammad Otsiz saroyida xizmat qiladi, biroq afsuslar bo'lsinki, ushbu davrda saroy mulozimlari bu kishining faoliyatiga xalaqit berib fitna qilishga o'tadi va fitna qilib bu zotni 1147-yili Amudaryoga cho'ktirilganligi borasida ma'lumotlar tarixiy kitoblarda keladi. Alloma barakali umri davomida o'zidan boy adabiy meros qoldirilgan. Bu kishining asarlari bugungi kunga qadar shoirlar, olimlar, tadqiqotchilar tomonidan
katta qiziqish bilan o'rganilmoqda. Jumladan u kishining asarlarini Eronda bir qancha marta nashr etilgan. Jumladan o'zimizda professor marhum Ahmad Abdullayev tomonidan 1979-yil Allomaning hayoti, faoliyati, boy adabiy merosi keng qamrovda tadqiqot ishlari olib borildi. Bu kishining devonlari, turli mamlakatlarda saqlanadigan devonlari o'zaro qiyoslanib, ham Kiril alifbosida, ham Fors alifbosida nashr etilib, g'azallari, qasidalari, tarjibandlari bir devon shakliga keltirib, keng jamoatchilikka taqdim etildi. Bugungi kunga qadar Adib Sobir Termiziyning she'riy merosi, ya'ni devon shaklida Angliyada, Buyuk Britaniyada, Ozarbayjonda, Tojikiston Fanlar akademiyasida qo'lyozma nusxalari saqlanadi. Shoirning adabiy merosi bir devon shaklida yozilgan bo'lsa-da, lekin turli adadlar ko'rsatilgan va buni tadqiqotchi olim Ahmad Abdullayev tomonidan 745 bayt she'rlari bir devon shakliga keltirib nashr etilgan. Sobir Termiziy g'azallari rang-barang timsolu tashbihlari, yuksak badiyati, keng va chuqur ma'nolar bilan hayratga soladi. She'rlari mazmunan teranligi va serqatlamliligi, chuqur falsafasi, nozik ishoralarga boyligi, uslubining murakkabligi bilan g'azalni yuksak maqomga ko'targan shoir ijodi o'ziga xos qadr-qimmatga ega. Alloma o'z davrida mashhur bo'lganligini uning zamondoshi Rashididdin Vatvod alohida ta'kidlab o'tadi. U aytadiki, Adib Sobir Termiziyning shoirlikda ta'bi juda baland edi. Uning yozilgan har bir bayti, har bir misrasida latofat, nazokat va go'zallik tasvirlari keng namoyon bo'lardi. O'zining umri davomida Adib Sobir Termiziy she'riyatning bir qancha janrlarida qasida, g'azal, ruboiy, qit'a va boshqa bir janrlarida asarlar yozgan. Ushbu asarlar, ushbu she'rlar, ushbu qasidalar bugungi kun zamonaviy olimlar, adabiyotchilar, tadqiqotchilar tomonidan ham nihoyatda bir yuksak baholanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Adib Sobir Termiziy she'riyatining ma'no mundarijasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, shoir she'rlarida asosan o'z davridagi ijtimoiy adolat, do'stlik, birodarlik, diniy bag'rikenglik, millatlar aro totuvlik kabi barcha zamonlar uchun ham bir dolzarb bo'lgan masalalar yoritilganligiga guvoh bo'lamiz. Abdurahmon Jomiy, shoir Anvari va boshqa ko'plab allomalar, mutafakkirlar, shu bilan bir qatorda Muhammad Avfi Buxoriy kabi o'z davrining ulug' shoir va mutafakkirlari Adib Sobir Termiziy ijodiga e'tibor qaratib, uning ijodiga, faoliyatiga nihoyatda bir yuksak baho beradilar. O'z davrining ulug' shoirlaridan biri hisoblangan shoir Anvari Adib Sobir Termiziy she'riyatiga, ijodiy faoliyatiga yuksak baho berar ekan, buni she'riy uslubda quyidagicha ifoda etadi. In hama bigzor ba she'ri mujarrad omadam, chun sanoi hastam oxir garna hamchun sobiram. Ya'ni garchi she'riyat bobida, she'riyat sohasidagi bir o'xshashi yo'q she'rlarim bilan sanoiy darajasiga yetgan bo'lsam-da, Sobir Termiziy darajasiga yeta olmadim. Ushbu misra orqali ham Adib Sobir Termiziy she'riyatining naqadar bir o'z zamondoshlari uchun yuksak ahamiyat kasb etganligini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari Davlatshoh Samarqandiy, Alisher Navoiy va boshqa ulamolar, adiblar, mutafakkirlar o'z asarlarida uning ijodi haqida baland baho beradilar. Adib Sobir Termiziy hayoti garchi xorijiy olimlar tomonidan keng qamrovda o'rganilgan bo'lsa-da, lekin bizning mahalliy olimlarimiz tomonidan ko'plab tadqiqot ishlari olib borilgan, jumladan Allomaning g'azallari, qasidalari,
fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan. Bunga jonbozlik ko'rsatgan olimlardan Ergash Ochilov bir qancha g'azallari, tarjibandlari va qit'alarini o'zbek tiliga tarjima qilib, keyin kitobxonlarga taqdim etilgan. Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ham boshqa Termiziy allomalar qatori Adib Sobir Termiziyning hayoti, faoliyatini o'z ichiga qamrab olgan. U kishining hayoti, tarjimai holi, ilmiy safarlari, she'riyatning ma'no mazmuni, poetik mahorati haqida mana shu xalqchil risola Adib Sobir Termiziy deb nomlangan risolada sodda tilda keng kitobxonlarga tushunarli bo'lishi uchun yozib, keng kitobxonlarga taqdim etilgan. Ushbu kitob 1000 nusxada nashr etilgan. Bu kitobdan maktab o'quvchilari va keng kitobxonlar bemalol foydalanishi mumkin. Sobir Termiziy katta devon tuzgan bo'lsa-da, uning devoni bugungi kungacha to'liq yetib kelmagan. Hozirgi kunga qadar adib asarlardan iborat 4 ta devon ma'lum bo'lib, ular Angliyadagi Indiya ofis kutubxonasi, Britaniya muzeyi, Ozarbayjon fanlar akademiyasi qo'lyozmalar fondida saqlanadi. Zamonaviy tadqiqotlar shu narsani ko'rsatyaptiki, adib Sobir Termiziy she'rlari, umuman asarlari 4 ta devon holida saqlanib qolgan. Bular hozirgi kunda Buyuk Britaniya, shuningdek Ozarbayjon, Tojikiston Sharqshunoslik instituti kutubxonalarida saqlanib kelmoqda. Ularni o'rganish, ularni tadqiq etish, ularni muomalaga kiritish bugungi kunda ham ko'p sonli adabiyotchilar tomonidan bir amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda uning she'riyatiga, uning ijodiyotiga qiziqish bugungi kunda kundan kunga ortib borayotganligini aytishimiz mumkin. Mamlakatimizda ham hozirgi paytda adib Sobir Termiziy ijodiga nihoyatda bir katta ahamiyat qaratilayotganligini aytishimiz mumkin. Mustaqillik davrida mamlakatimizda adib Sobir Termiziy ijodiga bo'lgan qiziqish ortib bordi. Termiziyshunos olimlardan, adabiyotshunoslardan biri hisoblangan Termiz davlat universiteti o'qituvchisi Ahmad Abdullayev tomonidan shoir ijodi alohida bir tadqiqot ishi sifatida o'rganilib, uning natijalari bo'yicha bir qancha kitoblar, bir qancha maqolalar, bir qancha bir ilmiy tadqiqot natijalari e'lon qilingan. Shoir birinchi o'rinda kitobida go'zallik, tabiatning notakrorligi, uning nafosati, uning Alloh taolo tomonidan bandalarga in'om etilganligi va bandalar tabiat ne'matlaridan unumli va oqilona foydalanish haqida bot-bot o'zining she'rlarida alohida ta'kidlab o'tadi va insonlar doimo tabiatni sevishga, go'zallikni sevishga chorlaydi. Shu bilan birgalikda Alloma o'z kitobida insonlarni ilm o'rganishga, kibrga berilmaslikka chorlaydi. Chunki Allomaning ta'biri bilan aytganda, inson qachonki kibriga berilsa, ana shundan boshlab uning martabasi tushadi. Inson o'zligini anglasa, o'zining insoniy burchini anglab ish tutsa, u adashmaydi, balki kun sayin o'z nafsini isloh qilib, to'g'rilikka intilib, salohiyatli shaxs sifatida ham jamiyatga, ham o'ziga manfaat yetkazadi deydi. Misol tariqasida aytish mumkinki, bu kishi ilm o'rganishlik, ilmning fazilatini barcha narsadan, hatto nasabdan, mol-u mulkdan ham ustun qo'yadi. Mana bir she'riyatda shunday deydi: "Nasabing bo'lsa-yu, bo'lmasa ilming, dononing nazdida kamsan xastan ham. Hech bir nasab emas ilmdan afzal, ilm o'rgan, bo'lay desang to odam." Agar mana shu baytlarning umumiy mazmuniga e'tibor beradigan bo'lsak, insonda garchi nasabi bo'lsa-da, lekin unda ilm va fazilat bo'lmasa, uning nasabi hech bir ish bermaydi, unga manfaat bermaydi. Barcha narsadan deydi: "Ey inson farzandi, sen ilm o'rganishda olimlarni afzal bilgin. Ana shundagina sen maqom topasan" deydi. Allomaning ta'bir bilan aytganda, "Mu'tabar bo'ldim deb kerilma juda, mo'tabar ham qolmas o'limdan omon. Hiylagarlar istabon mangu hayot, izladi o'limga chora ko'p zamon." Shoirning ushbu baytlaridan ma'lum bo'ladiki, bugungi kunda
komil insonni jamiyatga voyaga yetkazish, ma'rifatparvar avlodni tarbiya berish uchun uning asarlari suv va havodek zarur. Adib Sobir Termiziy nomida Surxondaryo viloyatida Adib Sobir Termiziy kutubxonasi ham tashkil etilgan. U yerda Allomaning qalamiga mansub yoki ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan kitoblar bilan birgalikda yurtimizdan yetishib chiqqan ulamolar, badiiy kitoblar ushbu kutubxonada saqlanib kelinadi. Bugungi kunda yangilanayotgan O'zbekistonda Adib Sobir Termiziy ijodiga, ma'naviy merosiga bo'lgan e'tibor har qachongidan ham bir ortib borayotganligini alohida qayd etishimiz kerak. Shu munosabat bilan Termiz shahrida Adib Sobir Termiziy nomidagi alohida bir kutubxona tashkil etilganligi fikrimizning yaqqol misoli hisoblanadi. Ushbu ko'rkam kutubxonada bugungi kunda kitob ixlosmandlari uchun shoirning kitoblari, shoirning asarlari, umuman boshqa turli sohalarga oid bo'lgan kitoblar, darsliklar, ilmiy tadqiqot natijalari kitobxonlar e'tiboriga havola etilyaptiki, bu ham bugungi kunda mamlakatimizda allomalar merosiga, xususan Adib Sobir Termiziy ma'naviy merosiga bo'lgan e'tiborning yaqqol namunasi hisoblanadi. Xulosa sifatida aytib o'tishimiz kerak, yurtimizdan yetishib chiqqan ulug' allomalar, mutafakkirlar qaysi sohada ijod etganliklaridan qat'iy nazar har doim insoniyatni yaxshilikka, ezgulikka, do'stlikka, birodarlikka, komillikka chorlab kelganlar. Aynan Adib Sobir Termiziy kabi ulug' shoir ijodida ham, asarlarida, misralarida, har bir she'rida ham mana shu jihat yaqqol namoyon bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.